Qadim Xorazmshohlar sulolasining boshkenti bo'lgan Tuproq qal'ada miloddan avvalgi 1-mingillikka tegishli bo'lgan kuy chalib turgan ayolning haykali topilgan. Ayrim bastakor va mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu kuy lazgi kuyi bo'lishi mumkin. Oho, agar biz bu sanalarni bir joyga jamlasak, lazgi san'atiga kamida 4000 yillik to'lgan. Jurnalist Ro'zimboy Hasanning lazgi haqida qiziq maqolasi bor. Unda aytilishicha, Xorazmda qadimdan lazgining 7 turi bo'lgan. Ulardan biri haqida qiziq hikoyalar ham yetib kelgan. Xiva xonligining so'nggi davrlarida Anash Xalfa otliq ayol jozibador raqslari va laparlari bilan taxt egalarini hayratga solgani haqida tarixiy bitiklar guvohlik beradi. Uning shuhratiga hasad qilgan kimsalar saroy yo'lagidagi zinapoya yog'ochlarini yashirincha aralab kesib qo'yishadi. Saroyga chaqirilgan Enash xalfa shoshilib ketayotganda aralangan zina qulab tushadi va raqqosa yiqilib oyog'ini sindiradi. Raqsda oyoqlar nihoyatda muhim. Anash xalfa oyog'i cho'loq bo'lib qolgach ham raqs tushishni tark etmaydi va jismoniy holatiga mos tarzda chanoq lazgisini o'ylab topadi. Ya'ni ovqat suziladigan chanoq mislagan ichida turib raqs ijro qiladi. Bunda raqqosaning butun jismi 460 suyaklari harakatga keladi. Faqat mayib oyoqlari bir joyda, chanoq ichida harakatsiz turadi. Bugungi kunda Xorazm lazgisi UNESCOning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Shundan ham bilsa bo'ladiki, Xorazm lazgisi nafaqat Xorazm, O'zbekiston, balki butun insoniyatning merosiga aylanib bo'lgan.